Xabar berib borayotganimizdek, kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Yig'ilishda yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo'yicha qilingan ishlarga baho berilib, kelgusi vazifalar belgilandi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida korrupsiya islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov ekanini ta'kidladi. Shu bois so'nggi yillarda bu illatga qarshi kurashish bo'yicha qonunlar qabul qilinib, yangi tizim yaratildi. Yig'ilishda belgilab berilgan vazifalar va ularning ijrosi bo'yicha keng jamoatchilik vakillari o'z fikr mulohazalarini bildirishmoqda. Yig'ilishda davlatimiz rahbari erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda oldimizga turgan vazifalarga ham alohida to'xtalib o'tdilar. Jumladan korrupsiyaviy jinoyatlarda bugungi kunda aniq ro'yxati mavjud emasligi, bu borada ishlarni demak jadallashtirish, qonunlarimizni yanada takomillashtirish zaruriyatiga to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, bugungi kunda jinoiy daromaddan olingan mablag'larni legallashtirish bo'yicha jazoni ham xalqaro standartlarga moslashtirish zaruriyatiga alohida to'xtalib urg'u berib o'tdilar. Ta'lim muassasalarimizda, oliy ta'lim muassasalarida talabalarimiz tomonidan aynan ana shu korrupsiyaga qarshi kurashadigan bir g'oyalar, startaplar, fikrlarni qo'llab-quvvatlash, ularda demak yanada kengaytirishga imkoniyat yaratib berishga alohida urg'u berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan korrupsiyani bu insonni tanasidagi bir saratonga bir o'xshatishi bildirildi. Haqiqatan ham bu juda ham bir salbiy illat, bu barcha sohalarni orqaga tortadigan, barcha sohalarda bir tanazzuliga sabab bo'ladigan illat hisoblanadi va bunda endi jamoatchiligimiz, bu barchamiz, bu demak yozuvchilarimiz, san'at, madaniyat xodimlari, deputatlar, senatorlar, xalqimiz orasida bir obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxslar hammamiz birgalashgan holatda bu illatga qarshi kurashadigan bo'lsak, bu illat bilan demak o'sha har bir sohada, har bir yo'nalishda har bir inson o'zi ham faol bo'ladigan bo'lsa, albatta bu ertaga mamlakatimizni demak rivojlanishida, mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojlanishida hamda aholimizni yanada bir turmush farovonligi yaxshi bo'lishiga xizmat qiladi deb o'ylayman.